Chilonzor metroga yaqin bo'lgan joydan 4 etajli domni 3-etajdan 3 xonali uyimiz chiqyapti. Lokatsiyasini tushuntiramiz. Chilonzorning mosti, Chilonzor metro joylashgan shu yoqda. Bu Singapurskiy institut, Sobraxiyev ipodromga ketish yo'li. Mana shu Do'mbrobod mahallasidan 800-900 metr taxminan kirganda Do'mbrobod masjidining yonida joylashgan. Kirib kelish eshigimiz. Bu yoqda tualetimiz mana. Undan keyin dush variant qilingan. Hamma narsasi qo'yilgan, yaxshi cho'tki ekan. Bu yoqda esa detskiyimiz akalar. Kengina, kattagina ekan. Chap tomonda spalnimiz akalar. Mana yaxshi katta ekan, remontlar yomon emas. Bu yoq zalimiz. Balkon qo'shilgan ekan. Bu yoqda esa kuxnyamiz. Mebel texnikalari qo'yilgan, hamma narsasi qoladi. Bu uyimizni sizlarga akalar 72.500 dollar qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.